Bismillahirrahmanirrahim. Apa, He, neyim oldu kızım? apa, xafa bolmasan sizga bir narsa aytdim. He'den kızım. Apa, men yetli kiyimlerimni kiyib olsam-chu. Mayli keyin kızım. Lekin siz talaq chiqmagandan keyin yazsangiz kelishib qolarmiki? He, to'xtab qoldingizku. Do'stlarim kelib qolsa deyman ha. Do'stlarim kelib qolsa demsiz? Ha, ular yetlab kelsa-chu. Vay mening bichara qizim. Qachon bizning uyga biri yetlab kelib baqqan? O bir qancha yiqib qo'shundan boshqa o aytdim bu yergacha hech kim kelmaydi. Dadamiz bo'lsa balkim er mehmonlar pardlab kelardi, lekin dadamiz yo'q. Ammo biz bu yil Uyg'ur maktabida birga o'qigan qizlar bilan yetlashadigan bo'lgandik. O'ylaganda qo'lim sinib ketdi. Shundaqmi? Lekin siz og'rib qoldingiz. Ular kelamdi? Keldi, apa, qarab turing, ular keldi. Inshaalloh, inshaalloh mening ko'ngilchak qizim. Men kimni aklay. Yiğitinizle yeni bir xatım mübarek olsun kızım. Ay bulup geldiniz, ay. Rahmat apa, birga bo'lsin. Apa, qara, do'stlarim keldi, eshikni ochaylik. Assalomu alaykum Halima acha. Ruqiya, yetimlar muborak bo'lsin. Va alaykum assalom, va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Rahmat. Azraydo. Rahmat kızlar. Amin. Allahu ekber. Ruqiya, qanday yaxshi bo'lib qoldingmi? Allohga shukr, sizlarni ko'rib ham bak yaxshi bo'lib qoldim. Voy, Ruqiya, nima bo'ldi? Kelganingizda xushal bo'lmadingmi? Voy, nima deydigansa? Xushal bo'lganimdan gap qilmay qo'yapman. Rahmat sizlarga. Vay canım kızlarım, Allah sizlerden razı olsun. Biz bu yerde oturup shuncha yil bo'ldi. Lekin Ruqiya bilan ikimiz bugun hech qilgandek bo'lib qoldik. Acha, biz bir Ruqiyani tanib aytdik. Bu yil tanishdik, do'st bo'ldik. O'zimizda Uyg'ur qiz qatnashchilik guruhi bo'ldik. Bundan keyin siz bizni qutlolmaysiz. Shundaqmi qizlar? Shundoq, shundoq. Acha, biz o'yingizni bilib oldik. Endi apalarimizni boshlab kelamiz. Sizlar xuddi bizdek amra qatnash qilib ketsizlar. Allah sizlerden razı olsun kızım. Şundaq olsa bək yaxşı bulatdı. Biz bu qeyrib yurtda qeyriblik tapmaydık. Biləmisizlər, qeyriblik və yalğızlıqdan Allah saqlasın. Valide könlünüz neyim qılmam. Biz bundayken herkes mi sizlerini taşlap koymayımız? Şundak mı kızlar? Shundoq, shundoq. Sizlarni hargiz tashlab qo'ymaymiz. Qizlar, kelinglar, yetlanglar. Vay Xudoyim, xo'shalliqda çay qo'yishni unutib qapti.
Qizlar, biz bu yerga it qilg'ili kelgandan keyin xushal-xuram o'tirmamdik. Shuni degina g'azal o'qayli-chu. Qaysi g'azalni o'qiymiz? Payg'ambar alayhisolamdan Madinaga hijrat qilib kelganda bolalar xush bo'lib ketib o'qigan g'azal bor-ku, shuni o'qiylik. Ma'qul, shuni o'qaylik. Üstümüzge ay tug'ildi, vido üstilir edim. Şükür etmoq kerak bizga, Allohga da'vat edin. Sen quyoshsan, sen bir ay, nur ustiga nurdursan. Sen xuddi cho'lpon yulduz, sen söyümlük Rasulsan. Sen tallandın içimizdin, ulug' bir davet üçün. Şeref verdin şehrimizge, yurtimizni hoş kıldın. Rasul verdiler berdik, to'g'ri yo'ldan azmaymiz. Sen xotirjamlik yulduzi, seni bek söyimiz. Seni bek söyimiz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Qizlar, azan chiqdi, namoz o'qib olaylikmi? Ma'qul, shunday qilaylik. Men o'lmoq qizlarimga joyni o'zak olib beray.